Assalomu alaykum barchaga. Ismim Azizbek. Bugun sizlar bilan o'sha hammaga ma'lum bo'lgan kataraktani tarixi haqida, qanaqa qilib bu amaliyot kelib chiqdi, nima sabab bo'ldi, qanday bosqichlardan o'tdi, barchasi haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bu juda ham qiziqarli mavzu hisoblanadi. Demak, eng qadimgi davr coaching davri, ya'ni shu surib tashlash. Bu narsa miloddan avvalgi 800-500-yillarda shu Hindistonda foydalanilgan. Ya'ni ko'z gavhari xiralashsa, odam ko'rmay qolgandan keyin uni igna yordamida shu gavharni ko'zning ichiga surib tushirib yuborishgan. Gavhar prosta ko'zning ichida suzib yurgan xolos. Bu narsa ba'zi odamlarda foyda bergan, ba'zilarning ko'rishi tiklanmagan, gavharsiz ko'rish qiyin, lekin shu sharpa sezishni boshlagan, lekin juda ko'pchilikda infeksiya hisobiga, keyingi asoratlar hisobiga ko'zdan ajralgan, ba'zilarda esa infeksiya hisobiga halok bo'lishgan. Bu haqidagi ma'lumot birinchi bo'lib shu Sushruta miloddan avvalgi taxminan 600-yildagi yozma manbada yozib ketilgan. Shu Hind tibbiyotini qadimgi asari bo'lgan Sushruta Samhita degan shu manba hisoblanadi, shunda yozilgan. Bu usul juda ham xavfli bo'lgan, ko'zni yo'qolishiga, odamning o'limigacha olib borgan. Ikkinchi davr Yunon Rim davri. Ikkinchi davr aynan shu coachingni surib tashlashdi o'sha Yevropa davlatlariga, Yunon Rim davriga kirib kelishi. Katarakta shu Yevropaga kirib kelib rivojlanishni boshladi. Ya'ni aynan bu yerda gavharda shu surib tashlash yo'li, uni xiraligi haqida to'liq ma'lumotlar manbalarda, kitoblarda yozilishni boshladi. Ular izlangan o'sha tajribalari haqida yozishni boshlashdi. Islom sivilizatsiyasi va o'rta asrlar. Islom tibbiyoti davrida ko'z kasalliklari, jumladan katarakta anchagina rivojlandi va keng qo'llanildi. Ammar ibn al-Mafsuli taxminan 1000-yillarda kataraktani igna bilan surishdan tashqari uni so'rib olish haqida o'zining takliflarini bergan. Aynan bu narsa shu gavharda surib ko'zni ichiga tushirib yuborish emas, uni o'sha muammoni olib tashlash haqidagi birinchi shu fikrlash hisoblanadi. Katarakta, ya'ni o'sha xiralashgan gavharni haqiqatdan ham olib tashlash bu 18-asrga kelib boshlandi. Birinchi bo'lib Jak Deviel 1747-yilda birinchi marta ko'zdagi o'sha xira gavharni to'liq chiqarib tashladi va bu ekstraksiya yo'li bilan, usuli bilan amalga oshirildi. Intrakapsulyar ekstraksiya. Aynan shu usul 20-asr boshlaridan juda ham ommalashib ketdi. Hamma joyda ishlatilishni boshladi. O'sha gavharni shohpardani yonidan kesib, muammosi bo'lgan gavharni olib tashlash juda ham urf bo'ldi, juda ham keng tarqaldi. 1900-950-yillarda bu amaliyot juda ham ko'p qo'llanilgan va aynan shu narsa xirurgik instrumentlarda rivojlanishi, ko'zdagi jarrohlik uchun kerak bo'ladigan instrument bo'ladimi, unga kerakli narsa bo'ladimi, hamma narsani fikrlab, o'ylab shu ko'z bo'yicha shifokorlarda fikrlashga, izlanishga olib kelgan davr hisoblanadi. 1949-yilga kelib birinchi marta intraakulyar linza qo'yildi va bu davr yangilandi. Endi faqatgina gavharni olib tashlash emas, uni o'rniga sun'iy gavhar qo'yish davri keldi. Va bu birinchi bo'lib Sir Garald Ridley tomonidan amalga oshirildi. O'sha sun'iy gavhar esa shu polimetil akrilatdan yasaldi. Bunga sabab o'sha Ikkinchi jahon urushida samolyot kabinasidagi singan plastiklar ko'zning ichiga kirib ketganda shu ko'zning ichida yallig'lanish, boshqa narsa kuzatilmagan askarlar bo'lgan. Shu sababli aynan shu material sun'iy gavharga ishlatilishni boshladi. Bu gavhar qattiq bo'lgan va o'ziga yarasha noqulayligi bo'lgan, lekin aynan shular sun'iy gavhar evolyutsiyasi hisoblanadi. U narsa
oldingi yanada yurish hisoblanadi. 1967-yilga kelib fakoemulsifikatsiya kirib keldi. Ya'ni gavharda, muammosi bo'lgan gavharda ultra tovush yordamida maydalab so'rib olish. Endi uni to'laligicha chiqarib olmasdan, to'laligicha chiqarib olsa juda ham ko'p va xavflar mavjud bo'lgan. Shuning uchun ultra tovush yordamida uni maydalab so'rib olinish boshlandi. Buni birinchi bo'lib Charles Kelman 1967-yilda shu usulni ishlab chiqdi va uni ishlatishni boshladi. 1980-1990 shu gavharlarda yumshoq gavharlar va yig'iladigan, ya'ni silikondan va akrildan yasalishni boshladi. Bu gavharlar o'sha ko'zni katta kesilishini emas, kichik teshiklar orqali shu ultrazvuk yordamida maydalab, shu orqali bukiladigan gavharlarni kichkina 3 mmlik teshik orqali kirgizib, u yerdan qo'yib chiqish imkonini shu usulda yaratilishiga sabab bo'ldi va bu infeksiyani oldini oldi. Reabilitatsiya, tiklanish jarayonini juda ham tezlashtirib berdi. 2000-yillarga kelib malainvaziv, ya'ni kichik tirqish orqali fako usuli kirib keldi va bu oltin standart hisoblanadi hozirgacha. Bu usulda 2,2 va 1,8 mm teshik orqali ko'z ichiga kiriladi-da, ultrazvuk yordamida tozalanadi va aynan shu teshiklar orqali kirib gavhar o'rnatib chiqib ketiladi. Ko'zingizni hech kim kesmaydi, tikmaydi, faqatgina shu teshiklar orqali kiriladi. Bu narsa astigmatizm xavfini, infeksiya xavfini juda ham kamaytirdi. 2010-yillarga kelib femtosekund lazer katarakta jarrohligida ishlatilishni boshladi. Femtosekund lazer bu yerda o'sha kapsulani kesish va shoh pardani kesishni avtomatlashtirib berdi. Ya'ni endi bu yerda tig'lar bilan emas, lazer bilan yondash boshlandi. Bu holatda ko'zingizga davleniya berilmaydi, yana ham kamroq yallig'lanish, yana ham tezroq reabilitatsiya, yana ham tezroq tiklanishni, yana ham aniqroq, boshqa xavflardan ko'ra osonroq, asoratlarisiz va boshqa kelib chiqishi mumkin bo'lgan boshqa muammolarning oldini olishdi. Aynan shu femtosekund lazer yordamida hal qilinish boshlandi. Shu bilan katarakta tarixi rivojlanib keldi. Bu narsa 3 ta katta bosqichga ajraldi. Birinchi bosqich o'sha muammosi bo'lgan gavharni ko'zni ichiga itarib tushirib yuborish. Ikkinchi bosqich shu gavharni olish va o'rniga o'sha oldingi qattiq bo'lgan o'sha nima qilib aytganda qattiq jismdan yasalgan gavharni o'rnatish bo'ldi va uchinchi bosqichimiz bu yangi turdagi gavharlarni o'ylab, izlanib, yangi metodlarni qilib eng xavfsiz bo'lgan hozirgi qilinayotgan jarrohlik amaliyotlarini o'sha ajdodlari 1967-yildan bu yog'iga rivojlanishni boshladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katarakta to'g'risida barcha ma'lumotlar, uni tekshiruvlari, uni qanday bo'lishi, sizga qanaqa yondashishi, sizga nimalar kerakligi haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Telefon orqalimi, Telegram orqalimi, Instagram orqalimi bizga aloqaga chiqsangiz to'liq ma'lumot beramiz, konsultatsiya beramiz. Bu narsa doim individual bo'lib kelgan, sizga ham individual yondashamiz. Rahmat, doim salomat bo'ling.